Hurmatli tinglovchilar, bugungi mavzuyimiz uyqu va uyquning ahamiyati haqida gaplashamiz. Judayam keng mavzu, judayam qiziq bo'lgan mavzu. Uyquning ahamiyati. Demak, odam normal hayot faoliyati davom ettirish uchun uxlab dam olishi lozim. Odam hayotining uchdan bir qismi, demak, uyquda o'tadi. Uyqusizlik og'ir psixik kasalliklarga olib keladi. Tajribada demak, it ovqatsiz 20-25 kun uyqusiz bo'lsa, demak, 10-12 kun yashagan ekan. Demak, bu degani uyqu ahamiyati, demak, uyquning ahamiyati judayam katta degani. Hop, keyingisi. Uyqu organizmning, demak, fiziologik faol jarayonlar bilan kechadigan muhim holati bo'lib, markaziy asab tizimi tomonidan boshqariladi. Tibbiy nuqtai nazardan uyqu inson salomatligi, ayniqsa nerv tizimi, endokrin tizim va immunitet uchun juda katta ahamiyatga ega. Demak, uyqu fiziologiyasi deganda, keyin saytda Xo'p, hozir uyqu fiziologiyasi degani, demak, organizmning hayotiy zarur fiziologik e, takrorlanib turuvchi, demak, fiziologik holat hisoblanadi. E, Tashqi muhit ta'sirlariga javob reaksiyasi pasayadi va ong vaqtincha so'nadi. Bu jarayon, demak, shunchaki dam olish emas. Bu jarayonda, uyqu jarayonida miyaning faol ishlashi bilan neyroplastikligining shakllanishi, miya katta yarim sharlarda, demak, kun davomida siz qabul qilgan ma'lumotlar saralanadi, keraklar olinadi, saqlanib qoladi, kerak emaslari, demak, o'chirib yuboriladi. Uyqu davrida kechki uyqu eng asosiylaridan biri hisoblanadi. Kechki uyqu. Uyqu asosan, demak, bosh miya, xususan gipotalamus, talamus va miya po'stlog'i faoliyati bilan bog'liq. Uyquni boshqarishda quyidagi moddalar muhim rol o'ynaydi. Melatonin bu uyqu gormoni hisoblanadi. Epifiz bezida ishlab chiqariladi. Serotonin bu kayfiyat va uyquni tartibga soladigan gormon. Adenozin charchoq hissi yuzaga keltiradigan gormon hisoblanadi. Uyqu, demak, organizmning atrof muhitga reaksiyasining pasayishi bilan bog'liq tabiiy fiziologik holat. Uyqu sikllik hodisa bo'lib, 7-8 soat uyqu. Uyquda, demak, 4-5 ta sikldan iborat. Uyquning har bir sikli sekin va tez uyqu bosqichlaridan iborat. Demak, uyqu sekin va tez bosqichlari bor ekan va bu sekin bosqichi tez bosqichiga o'tib, tez bosqichi yana sekin bosqichga o'tib, sekin tezga, tez sekinga, sekin tezga, tez sekinga o'tib, takrorlanib turuvchi hodisa 7-8 soat davomida 4-5 marta takrorlanadi. Shuning uchun ham uyqu bu siklik hodisa deb yuritiladi. Endi ikkita asosiy tizim orqali boshqariladi. Bu sirkad ritmlar, ya'ni biologik soat deb ataladi buni. Demak, miya gipotalamusidagi bir guruh hujayralar, e, demak, inson organizmini
uxlatishga tayyorlaydi. Ikkinchi eng asosiy tizim bu gomeostatik bosim deyiladi. Demak, inson qancha uzoq uyg'oq yursa, miyada adenozin degan modda shunchalik ko'p to'planadi va uyqu bosimini oshiradi. Demak, mana uyqu siklik hodisaligini aytib o'tdik. Ikkita bosqichdan e, sodir bo'ladi. Sekin va tez, va bu sekin va tezga o'rtacha 1 soat 20 minut vaqt kerak bo'ladi. Hozir shularni ko'rib chiqamiz. Mana sekin uyqu, yana ortodoksal uyqu deb ham ataladi. Demak, o'z navbatida elektroensefalogrammadagi o'zgarishlarga qarab ajratilgan bir necha bosqichlarga bo'linadi. Birinchi bosqichda mudroq, ya'ni asosiy ritm alfa ritmini susayishi bilan xarakterlanadi. U asta-sekin turli chastotadagi past amplitudali tebranishlar bilan almashinib boradi birinchi bosqichida. Ikkinchi bosqich vaqti bilan uyqu duklarining paydo bo'lishi bilan xarakterlanadi. Uchinchi va to'rtinchi bosqichlar egida yuqori amplitudali sekin delta to'lqinlarni asta-sekin ortishi bilan xarakterlanadi. Ushbu bosqichlar chuqur uyqu davriga, delta uyquga to'g'ri keladi. Odatda uyquni maksimal chuqurligi har bir siklda tongga yaqin pasayadi va ertalab ertalabki soatlarda to'rtinchi fazaga yetib kelmaydi. Demak, sekin uyquning o'zida uyqu ikkita fazaga bo'ldik: sekin va tez. Sekin fazani o'zi bosqichlari bor ekan, bu to'rtta bosqich sodir bo'ladi. Demak, birinchi bosqichda demak mudroq e, bo'lsa, ikkinchi bosqichda demak yuzaki uyqu chuqur uyquga asta sekin o'tadi. Arterial qon bosimi tushadi insonning, yurak urishi sekinlashadi. Uchinchi, to'rtinchi bosqichlariga kelib, demak asta sekin chuqur uyqu boshlanadi. Va bu bosqichlarning har biri, to'rtta bosqichning har biri demak 5 minutdan 15 minutgacha davom etishi mumkin. Mana egidagi demak ko'rinishi uyquning teta, Q komplekslari, alfa ritmi, delta tebranishlari, teta diapazonlarining ko'rinishi. Odam uyqusi sekin uyqu fazasidan boshlanadi. Demak, bu fazada nafas olish, tomir urishi, ko'z harakati sekinlashadi. Moddalar almashinuvi va tana harorati pasayadi. Muskullar bo'shashadi. Bu sekin uyquda. Tez uyquda demak, tez uyqu uxlagandan 1-1,5 soatdan keyin boshlanib 10-15 minut davom etadi. Ya'ni 1-1,5 soat sekin uyquning bosqichlari ketma-ket bo'ladi degani. Ya'ni 1 soat davomida sekin uyquning yuqorida aytib o'tgan 4 ta bosqichi ketma-ket, birinma-ketin sodir bo'lib, 1 soatdan keyin deylik tez uyqu boshlanadi va u ham demak 10-15 minut davom etar ekan. Keyin yana sekin uyquga almashinadi. Keyin yana tez uyqu, keyin yana sekin uyqu, yana tez, yana sekin, yana tez, yana sekin bo'lib, demak, e, o'rtacha masalan soat kechasi 11 da uxlagan bo'lsangiz, ertalabki soat deylik 7 da uyg'ongan bo'lsangiz, 8 soat uyqu davrida 4-5 marotaba demak mana shunaqa sekin tezga, keyin tez sekinga, sekin tezga bo'lib mana shunaqa takrorlanib turadi. Demak, bu uyquda odam tez va chuqur nafas oladi.
Tez uyquda ichki organlar faoliyati kuchayadi. Ko'z, qo'l va oyoqlar harakatga keladi. Tez uyquda odam fantaziyaga boy, demak, tush ko'radi. Tez uyquni yana paradoksal uyqu deb ham nomlanishadi. Tez uyquda EEGda past amplitudali tez ritmlari paydo bo'ladi. Tez uyquda orqa miya reflekslari keskin susayadi. Biroq tonus umumiy pasayishi bilan birga tananing ayrim mushaklari, ayniqsa yuzning ayrim mushaklari ushib turadi. Bir vaqtning o'zida miyaga qon oqimi kuchayadi. Tez uyquning xarakterli xossalari ko'zlarni qovoqlari yumilgan holda tez harakatlanishi. Buni REM faza deb ham nomlashadi. Bu ko'zlarning tez qimirlashi degani, ya'ni qovoqlar yumilgan. Tasavvur qiling, mana inson uxlayapti, sekin uyqu boshlandi, 1 soatdan keyin tez uyquga o'tdi, 10 minut davom etyapti va mana shu tez uyqu davrida ko'zlari yumilgan qovoqlari, lekin qarasangiz yumilgan qovoqlar ichida ko'zning harakatini ko'rasiz. Bu demak tez uyqu davrida kuzatiladigan holat va daqiqasiga 60-70 marta demak ko'z harakatga kelar ekan. EEGni o'zgarishi, elektroensefalografiyani o'zgarishi, yurak qisqarish chastotasi, arterial bosimning nomuntazam ortishi, gormonal faollikning kuchayishidir. Vegetativ bo'ron sodir bo'ladi bunda. Tez uyqudan uyg'otilgan odamning 80-90% tush ko'rganligini demak aytishadi. Demak, aynan demak inson fantaziyaga boy bo'lgan tushlarni tez uyqu davrida ko'radi ko'pincha va 80-90% insonlar demak e, uyqu ko'rganliklarini aytishadi. Ya'ni tush ko'rganliklarini aytishadi. Tush ko'rish bosh miya bilan bog'liq, demak, Sechenov fikricha tush ko'rish mantiqli taassurotlarning mantiqsiz kombinatsiyasidan iborat deyilgan. Sekin uyquda odamning tushi kam hissiyotli bo'ladi. Tez uyquda odam fantaziyaga boy tush ko'radi. Uyquning fiziologik tabiati. Fiziologik jihatdan uyqu nerv hujayralarini toliqishdan saqlaydigan chuqur himoya tormozlanishidir. Uyqu bosh miya katta yarim sharlari, po'stloq va oraliq miyadagi nerv markazlarini tormozlaydi. Nafas olish, yurak urishi kabi uzunchoq miyadagi markazlar ishlab turaveradi. Endi uxlash texnikasiga qaraydigan bo'lsak, masalan, X bu uyqu davrining boshlanish nuqtasi, A bu avj olish nuqtasi, B bu yakunlanish nuqtasi. Masalan, 1, 2, 3, 4, 5 marotaba takrorlangan ekan. Endi gipofiz bezning bu davrdagi holati, uyg'onish holati, hozirlanish, ishlab chiqarish, gormonlar misol, tomirlarning yopilishi, uyquga ketish davri bilan almashinib turib, demak, uyqu siklik hodisasi sodir bo'ladi. Endi uyquning buzilishi uyquchanlik va uyqusizlikdan iborat. Uyquchanlik og'ir yuqumli kasalliklardan keyin kamqonlik yoki bosh miya kasalliklarida kuzatiladi. Uyqusizlik kam harakatlanish, organizmning jismoniy to'liqmaganligi bilan bog'liq. Televideniye, radio, video axborotdan ko'proq foydalanganda nerv sistemasi
toliqib uyqu buziladi. Masalan, e, kechasi shu uxlamasdan avval telefonlarni o'chirib, uzoqroq qo'yib, boshimizdan uxlasak, bu maqsadga muvofiq bo'ladi. Tuni bilan masalan telefon ko'rib yotaversangiz, uyqungiz ham qochib ketadi va siz e, ertangi kunda siz qiynalasiz. Ya'ni e, og'irlik hissini sezasiz, og'irligini sezib yurishingiz mumkin, toliqish sezib yurasiz. Bu holat takroriy bo'ladigan bo'lsa, bu bosh miya, demak, kun davomida qabul qilgan ma'lumotlarni aynan kechki uyqu paytida sortirovka qilib, saralab va ertangi kunga organizmni tayyor holatga keltirib, demak, energiya, kuch to'plash kerak edi. Endi siz telefonlar bilan, televideniye shu televizorlar bilan tuni bilan o'tiradigan bo'lsangiz, bosh miya, deylik mana yosh katta insonlar 7-8 soat uxlash kerak bo'ladigan bo'lsa, telefon bilan yotib, siz uyqungizni 4 soatga qisqartirgan bo'lishingiz mumkin. 4 soat ichida, 8 soat ichida bosh miya bajarish kerak bo'lgan vazifani, восстановление qilish kerak bo'lgan hodisani, neyro plastiklik hodisalarini 8 soat davomida qilish kerak bo'lgan ishini siz endi telefonlar bilan deylik 4 soatga qisqartirib tashlasangiz, bosh miya shu 4 soat ichida hammasini qilishga, ulgurishga, ertangi kunga miyani, organizmni tayyor holatga keltirishga tez harakat qiladi va shu e, holatlarda siz kuni bo'yi olgan informatsiya, ma'lumotlaringizni yaxshi saralay olmaganligi tufayli kerakli bo'lgan ma'lumotlarni ham o'chirib yuborishi mumkin va shu sababdan asta-sekin, demak, insonda e, eslab qolish qobiliyatining susayishi, e, mana diqqatning jamlay olmasligi, e, informatsiyalarni, ya'ni ma'lumotlarni qabul qila olmasligi, har xil demak o'zgarishlar bilan namoyon bo'ladi. Uyqu demak normal bo'lmasa, biz yuqorida birinchi slaydda aytgandek-ku, insonlar itga demak tajriba o'tkazib ko'rishgan, itni ovqatsiz 25 kun saqlashgan, yashagan, lekin 10 kun uyqusiz e, demak it saqlasa, it nobud bo'lgan ekan, o'lgan ekanda. Demak, uyquning ahamiyati juda juda katta. Keyingisi. Xo'p, mayli. Mana uyquning yaxshi bo'lishi uchun jismoniy va aqliy og'ir ishlarni kunduzi bajarish, kechqurun uxlashdan oldin ko'p ovqatlanmaslik, e, ochiq havoda, demak, toza ochiq havoda sayr qilish lozim. Normal fiziologik uyqu, demak, chaqaloqlarda bu 21-22 soat davom etsa, 1 yoshda 16-17 soat, 1 yoshlilarda, 6 yoshlilarda, demak, 6-7 yoshlilarda 12-13 soat, 13-14 yoshlarda 9,5-10 soat, kattalarda demak 7-8 soat bo'lishi mumkin ekan. Narkotik uyqu, demak, har xil kimyoviy moddalar ta'sirida bosh miya nerv markazlarida tormozlanishning paydo bo'lishi narkotik uyqu deyiladi. Har xil kimyoviy moddalarni e, iste'mol qilgandan keyin qaramlikka olib keladi bu keyinchalik. Gipnotik uyqu, demak, gipnoz ta'sirida yarim sharlar po'stlog'idagi nerv markazlarining ma'lum qismining tormozlanishiga gipnoz uyqu deyiladi. Oyparastlik, demak, odam tunda uyqudan turib yuradi, har xil ishlarni bajaradi, e, ko'chaga chiqib qaytib kelib yotadi. Demak, ertasiga hech narsani eslay olmaydi. Endi oyparastlik holati ko'p hollarda, demak, kichkinaligida sodir bo'lib, yosh o'tgandan keyin yo'q bo'lib ketishi ham mumkin. Oyparastlikni
lunatizm deymiz masalan yoki somnambulizm deb ham ataladi. Endi inson oyparastlik holatida demak, chuqur uyquda bo'ladi, lekin e, ongi o'zida emas, e, murakkab demak harakatlarni ham bajarishi mumkin e, bo'lgan holat. Demak, ushbu holatda insonning miyasi to'liq uyg'onmagan, ammo harakat markazlari faol holatda bo'ladi va shuning uchun ham tunda ular turib e, mana harakatlanishi, yurishi mumkin. Endi buning sabablari ko'p. Oyparastlikning har xil omillarga bog'liq. Eng birinchisi biz aytsak bo'ladi buni irsiyat, ya'ni genetikani aytsak bo'ladi. Masalan, agarda ota-onadan birida shu oyparastlik bo'lsa, farzandlarda uchrashishi bu oyparastlik holatini ehtimolligi demak 40% bor. Endi ikkalasida ham bo'lsa, endi ota-onani ikkalasida ham oyparastlik bo'ladigan bo'lsa, bolalarida demak 60% dan yuqori holatlarda bolalarda ham oyparastlik kuzatilishi mumkin. Bu irsiyatga bog'liq bo'lgan bir omil. Endi e, boshqa omillar ham bor. Masalan, e, surunkali uyqusizlik, stress holatlari, haddan tashqari charchoq, trudagalizm deydi, juda ham ko'p ishlaydigan insonlar charchoq yoki tana haroratining ko'tarilishi ham bo'lishi mumkin. Kasalliklarda sodir bo'lishi mumkin. Bu epilepsiyada bo'lishi mumkin. Dori vositasini demak iste'mol qilib bo'lgandan keyin kuzatilishi mumkin. E, yoki uyquda apnoe bo'lishi mumkin, ya'ni kislorodning yetishmovchiligidan turib yurib ketishi e, ham mumkin. Endi e, oyparastlikda endi tunda shunaqa turib yurayotgan paytda e, insonni birdaniga, ya'ni to'satdan uyg'otish tavsiya etilmaydi. Qo'rqib ketishi mumkin, har xil sodir holatlar bo'lishi mumkin. E, va endi qo'rqib ketib sizni urib ham yuborishi mumkin. Ya'ni agressivlik bilan javob qaytarishi ham mumkin. Endi asta sekin nima qilish kerak bo'ladi? Asta sekin shuni qo'llaridan ushlab, masalan, e, to'shagiga asta yotqizib qo'yish kerak bo'ladi bunaqa insonlarni. Endi uyda kimdir oyparastlik bilan aziyat chekadigan bo'lsa, shu e, eshik tagiga masalan namlab latta tashlab qo'yishadi. Oyog'i suv bo'lgan paytda demak u uyg'onib ketadi shu paytda. Bu ham bir yechim desak ham bo'ladi. Va o'tkir e, tig'li narsalardan, mebellardan e, demak ehtiyotkorlikni saqlashimiz kerak. Sabab endi bilib bo'lmaydi, borib lat yeyishi mumkin, boshqa narsa bo'lishi mumkin. Shuning uchun e, buni bu kasalliklarda demak ko'proq e, o'zi spetsialist bor, somnolog deb ataladigan va nevropatolog ularga uchrashib ularni maslahatlarini olishi kerak bo'ladi. Letargik uyqu demak to'satdan chuqur uyquga ketishdan iborat. Bunda e, bu holat nerv sistemasining demak o'ta qo'zg'aluvchanligi va tormozlanish, o'ta charchash, bosh miyaning shikastlanishi, kuchli hayajonlanish, qattiq qo'rqish va chuqur qayg'u bilan bog'liq bo'ladi. Demak, bunda nafas olish va yurak urishi sekinlashib e, qoladi. O'zi letargiya degan so'zning ma'nosi beparvolik deb ham perevod qilinadi grekchadan. Demak, uyqu paytida chuqur uyquga ketadi. Demak, inson tashqi
omillarga hech qanaqa javob reaksiyasi bilan javob bermaydi. Harakatlari insondagi demak sodir bo'layotgan metabolizm jarayoni juda chuqur darajada sekinlashadi. Uh, Bu endi normal insonda e, bunaqa bo'lmasligi kerak. Ya'ni tibbiyot nuqtai nazaridan letargik uyquni bu normal holat deyolmaymiz. Buni e, patologik holat deb e, aytamiz. Endi inson o'ta charchash bo'lishi mumkin. Sabablari nima? Buni kuchli ruhiy zarba yoki bir infeksion bosh miya bilan bog'liq bo'lgan yallig'lanishlar yoki har xil moddalardan zaharlanish kuzatilishi mumkin. Letargik uyquda demak odam hech narsani, hatto og'riqni ham sezmaydi. U bir necha soat, kun, hafta, oy va hatto yillar davom etishi mumkin. Uyg'onish ham xuddi uyquga ketish singari to'satdan sodir bo'ladi. Uyquga to'ymaslik nimaga olib keladi? Demak, kunlik uyqu normasini yetarli bo'lmasligi qanday oqibatlarga olib kelishi mumkin? Demak, so'nggi yillarda uyqu bulimiyasi nomli sindrom ko'p kuzatilmoqda. Ya'ni hafta davomida qisqa uyqu 3-4 soat rejimida faoliyat yurg'izib, dam olish kunlari 12-13 soat uxlash orqali kompensatsiya qilish odatga aylanmoqda. Endi hayot tarzi ayrim insonlarda shunga majburlaydi. Ya'ni e, kechki smenda ishlashi mumkin yoki через день kechki smenga tushishi mumkin. E, yoki o'zi kechki uyqusi qisqa bo'lishi mumkin, mana 3-4 soat. Bunday insonlarga demak e, ertasi kuni yoki haftaning shu shanba, yakshanba kunlari ko'proq uxlab dam olish tavsiya qilinadi. Endi agarda bor ishchilar 24/7 demak uyqusi qisqa, judayam qisqa. Endi ularda asta sekin birdaniga emas, asta sekin demak e, charchoq degan kasallik bor. Sindrom xronической усталости deydi. Surunkali charchoq kasalligi. Shu kasalligi kelib chiqishi ehtimolligi yuqori bo'ladi va agar kelib chiqadigan bo'lsa, insonning immun tizimi demak susayadi. Endi immun tizimi susaygandan keyin inson har xil infeksion kasalliklarga beriluvchan bo'lib qolishi kuzatiladi. Shuning uchun ham tavsiya 3-4 soat ishlaydigan bo'lsa, masalan, kuniga shu shanba, yakshanba kunlari dam e, olish, ya'ni uyqusini 12-13 soatgacha demak uxlab dam olishlari kerak, kompensatsiya qilish kerak shunaqa qilib. Endi to'yib uxlamaslik oqibati nimalardir? Yani, immunitetni tushishiga, ish faoliyatini pasayishiga, diqqat e'tiborni va xotirani susayishiga, yurak xastaliklariga, moyillikka, bosh og'rig'i, semirishga olib keladi. Erkaklarda testosteron miqdorini 30% ga kamayishi, qorin qo'yish, prostata bezni shamollashiga moyilligi bo'lishi mumkin. Stress gormoni, demak, kortizol miqdorining ortishi va depressiya holatlarida bo'lishi mumkin inson. Insomniya, uyqusizlik demak inson qiyin uxlaydi va uyqu holatida kam bo'ladi. Gipersomniya bu ortiqcha uyquchanlik. Parasomniya uyquda yurish, tungi qo'rquv va vahimalar, kechki siydik tuta olmaslik, tungi epileptik talvasalar kuzatilishi mumkin. Psixosomatik insomniya demak emotsional tabiatli uyqusizlik 3 haftadan kam davom etadi. Psixosomatik degan masalan bugun
kim bilandir urushib qoldi, kechasi uyqusi buzildi misol. Uni ertaga ham esidan chiqara olmaydi, indinga ham esidan chiqara olmaydi. Ayrim insonlar bor, o'ziga juda ham bir yaqin oladigan voqealarni va unga bu juda ham katta ta'sir qilganligi sababdan uyqusi buzilishi ham mumkin. Intrasomniya, demak, tez-tez uyg'onish. Pressomnik buzilishlarga, demak, insonni uyquga ketishi qiyin bo'ladi. Unda postsomnik buzilishlarda e, uyg'ongandan keyingi buzilishlar, demak, lanchlik, uyquchanlik kuzatiladi. Uyqu paytidagi apnoe, demak, uyqu paytida nafas olishni sekinlashuvi va to'xtab qolishi. Bemor hech nima sezmasligi mumkin. Demak, kislorodning yetishmasligidan, to'xtab qolishidan biz insonni yo'qotib ham qo'yishimiz mumkin. Bruksizm, chaynov muskullarini uyqu paytidagi spazmi, inson jag'lari yopilib, tishlarini g'ichirlatadi. Somnambulizm bu parasomniya turiga kiradi. Bunda inson, demak, o'rnidan turib yuradi, gapirishi mumkin, oddiy harakatlar qilishi mumkin, eshikni ochish, kiyinish, lekin mana uyg'ongach hech narsani bular eslay olishmaydi. Sutkada 10-15 soat uxlash ortiqcha uxlash hisoblanadi. Ortiqcha uxlash ham xuddi kam uxlash singari zararli hisoblanadi. Uyqu gormonini ortiqchaligi insonni tez charchaydigan, lanj qilib qo'yadi va insonlar qancha ko'p uxlasam, shuncha ko'p uyqum kelyapti deb noliydi. Kam uxlasa ham bo'lmaydi zarar, ko'p uxlasa ham bo'lmaydi. Fizik jihatdan ortiqcha uxlash insonlarda depressiya, migren xurujlari, e, qon tomirlarini dimlanishi va qon bosimini ortishiga, demak, sabab bo'ladi. Soat nechida uxlashga yotish kerak va nechida uyg'onish kerak? Masalan, deylik, deylik, mana 22:00 orasidan 23:30 orasida uxlashga yotsangiz, ertalab 7:15 tursangiz, bu demak normalniy hisoblanadi. Agarda masalan mana shu oralikda yotib, siz soat 4 yoki 5 e, uyg'onib, yana biroz ishlaringizni bajarganingizdan keyin biroz yana uxlab olsangiz, bu kompensatsiya bo'lib ketadi. Agarda endi mana shu oralikda uxlab, e, soat 4da turib oladigan bo'lsangiz, 5 soat uxlab, bu insonning miyasiga, demak, yetarli emas. Yetarli bo'lish uchun 7-8 soat uyqu kerak yosh katta insonlarda. Endi qiziqarli faktlar. Miya uyquda ham faol ishlaydi. Uyqu paytida bosh miya butunlay o'chmaydi. Aksincha, ayniqsa mana REM bosqichida u juda faol bo'ladi. Hatto ba'zan uyg'oq holatdan ham faolroq. Ya'ni REM degani bu tez uyqu bosqichi degani, paradoksal uyqu deb ham, ya'ni uyqu fazasi deb ham nomlanadi. Ikkinchi, tushlar asosan REM fazada ko'riladi, ya'ni tez uyquda. Inson tushlarining, demak, 80%ni aynan REM bosqichida ko'radi. Shu paytda ko'zlar tez harakat qiladi, lekin tana harakatsiz bo'ladi. Ya'ni ko'zlar yumilgan, lekin ko'z olmasi tez harakatlanishini biz ko'ramiz qovoqlarining tashqarisidan. Demak, REM tez uyqu fazasida. Uchinchi, hayotimizning 1/3 qismini, demak, uyquda o'tkazamiz. Agar odam o'rtacha 75 yil yashasa, demak, taxminan 25 yilni uyquda o'tkazar ekan. Hammamiz tush ko'ramiz, ko'pchilik men tush ko'rmayman deydi, lekin aslida hamma tush ko'radi, faqat uyg'onganda
eslab qololmaydi. Beshinchisi, uyqu xotirani mustahkamlamaydi. То есть mustahkamlaydi. Uyqu vaqtida miya kun davomida olingan ma'lumotlarni saralaydi va uzoq muddatli xotiraga o'tkazadi. Endi emotsiyalar markazlari. Bu limbik tizim. Demak, tuyg'ularning markaziy tizimi bo'lib, quyidagi qismlardan iborat. Masalan, amigdala. Buni bodamcha tana deb ham ataladi. Bu qo'rquv, xavotir, agressiyaga javobgar. Gipokamp bu xotira va emotsional tajribalarga javobgar. Singulyar girus emotsiyalarni idrok etishga javobgar. Gipotalamus bu vegetativ, ya'ni yurak urishi, gormonlarga javobgar. Limbik tizim emotsiyani his qilish va unga javob berishda asosiy rol o'ynaydi. Amigdala, bodamcha degani boyagi sariq joy. Bu demak qo'rquv va xavf signallarini tez aniqlaydi. Jang yoki qochish reaksiyasini ishga tushiradi. Emotsional xotirani shakllantiradi. Prefrontal korteks, neokorteks deb yozilgan joyi. Demak, emotsiyalarni nazorat qiladi, qaror qabul qilish va ijtimoiy huquqni boshqaradi, impulslarni tiyadi. Bu qism yaxshi ishlamasa, odam hissiyotlarini nazorat qila olmaydi. Gipokamp, mana rasmda ko'rsatilgan. Bu xotira bilan bog'liq bo'lgan qism. Emotsional voqealarni eslab qolishda muhim, stressga juda sezgir. Keyingi demak qism bu gipotalamus. Emotsiyaga javoban tana reaksiyasini boshqaradi. Yurak urishi, qon bosimi, gormonlar masalan, adrenalin. Miya sopi, demak, asosiy hayotiy funksiyalar, ya'ni nafas, yurak urish, emotsional reaksiyalarni fiziologik asosini ta'minlaydi. Hozir bir daqiqa. Demak, davom ettiramiz. Endi limbik tizim deganda nimalar kiradi unga? Bunga amigdala kiradi, gipokamp, singulyar gyrus va gipotalamus kiradi. Neyromediatorlarning roli uyquda. Masalan, serotonin. Bu kayfiyat va tinchlik neyromediatori. Bu serotonin demak kechasi melatoninga aylanishi mumkin. Dopamin bu zavq, motivatsiya neyromediatori. Noradrenalin bu stress, hushyorlik neyromediatori hisoblanadi. Masalan, melatonin ko'payganda, gamma aminoaminokислота ko'payganda, adenozin ko'payganda va dopamin bilan noradrenalin kamayganda uyqu boshlanadi. Dopamin, noradrenalin ko'p, adeksillar ko'payib, melatonin susaygan paytda, demak, tetik holat sodir bo'ladi. Demak, bu rasmdagi ma'lumotlarni biz yuqorida aytib o'tdik.
Endi mustahkamlash maqsadida bu ortiqchasini topish kerak. Lunatikda demak pastidagi ikkitasi ortiqcha bo'lib, mana shu uchta rasm lunatikka xos rasm hisoblanadi. Hozir man videoroliklarni ham ko'rib chiqsak bo'ladi. Agarda sizlarda savollar bo'lmasa, e'tiboringiz uchun rahmat. Hozir man chiqib, yana takroran kiraman.